Assalamu alaikum, ikrarli qarindoshlar, hozir ahvollaringiz xayrli bo'lsin. Men ko'pchilikka bugun demoqchi bo'lgan leksiyamning ismi o'z oldiga iyilik tiklash uchun qaysi jihatlardan shart hozirlashimiz kerak. O'z oldiga iyilik tiklaydiganlar hozir ko'p bo'ldi. Mayli o yigit yoki qiz yoki er yoki ayol bo'lsin, diyorimizning hamma yerlarida bu bir xil qiziq nuqta, bir xil jamiyatning yuzlanishi ve cemiyetninki terakkiyatının bir xil ifadesi bu. Hem bu rayonlaşıvatıdı, şehirleşivatıdı, hem bu öz aldığı iyilik tikleş jarayonida nurg'un qarindoshlar üzüp çıktı. Çoğ olsun, küçük olsun, az olsun, köp olsun, o'xshash bo'lmagan natijalarni ve utuqlarni qo'lga keltirdi. O'xshashlar yanıla bir qism qarindoshlarimiz voz kechdi yoki turbatdi yoki joyida to'xtab qoldi, ham tikilanyapti. Başlangıç noktası ve tefekkür noktası o'xshash bo'lmaganlik sebepten kelib chiqilgan natija, muhit amili, pozitsiya amili, sharoit amili, mablag' amili, iqtidor amili, hamkorlik amili ve o'zini bilish ve o'zini noliqish amili sababli o'z oldiga iyilik tiklash uchun nurg'un kishilarda tiklanish, mag'lub bo'lish, futur etish, voz kechish, chekinish ve utuq qozonish degan o'xshash bo'lmagan natijalarni xarakterlanyapti. Bundan o'z oldiga iyilik tiklash üçün biz qaysi jihatlardan qanday shartlarni hazırlashimiz kerak? Buning uchun biz birinchisi 5ni muqimlashtiramiz. 5ni muqimlashtirishning birinchisi nima? Siz har qanday bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, avval sizning ko'nglingiz titirmaslik kerak. Qalbni muqimlashtiramiz. O'zingiz ikkilanib, dilg'ullab, oldi-keyin menib bir ishni qila olasizmi? Shunga siz qalbni muqimlashtirasiz. Ya'ni özünüzün tefekkürüne aslık deyip, özünüzün qilmoqchi bo'lgan ishni bir muhim o'ylanib, özünüzün ko'nglini to'xtatsiz. Yani ko'ngil to'xtamagan ishdan, chiqishi yo'q ishdan natija yaxshi chiqmaydi. Ikkinchisi, o'rningizni muqimlashtirasiz. O'rningiz. Sizning bir o'rningiz bo'lishi kerak. Mayli siz nima ish qiling, sizning o'rningiz ya o'ngda, ya solda, ya yuqorida, ya o'ttirda, ya tövende, ya oldida, ya keyinda bo'ladi. Özünüzün ornunu tapamasanız siz rolünüzü qanday jariy qildirsiz? Siz kinoxona chekanda bir o'rningiz bo'lishi kerak va oshxona kirganda bir o'rningiz bo'lishi kerak va o'xshashlar bir shirkatda, bir iyilikda yoki siz qilmoqchi bo'lgan ma'lum bir ishda sizning hamon bir o'rningiz bor. O'rningizni topolmay turib siz qanday ish qila olasiz? Ayrılan uçkan bilan hamon u bir qo'nida, mashina mangan bilan hamon bir kundasa yoki ma'lum vaqtdan keyin uning bir to'xtaydigan o'rni bo'ldi. Demak, unda siz o'rningizni muqimlashtiring. Mening o'rnim ashu. Ben aş o'rnini muqimlashiman. O'rningiz muqimlashgandan keyin shu ikkinchi o'rin uchun nishon tuzsiz, plan tuzsiz va uning uchun harakat qilasiz. So'ng ikkinchisi o'rnini muqimlashtirish. Bu bek muhim. Uchinchisi nishonni muqimlashtirish. Sizning boshdagi nishoningiz ash o'rningizda. Endi u o'rningizni muqimlashgandan keyin ikkinchi o'rningiz nerede? Sizlar bo'lganlik qanchalik siz buni bir nishon sifatida maydonga keltirsiz. Nishon bo'lmasa biz kompassız kimga o'xshaymiz? Yoki tumanda ketib qolgan mashinaga o'xshaymiz. Demak, o'rinni muqimlashtirish bu bek muhim. Sizning o'rningiz elib yerda bo'lmaydi. Sizning o'rningiz cho'qim bir yerda bo'lishi kerak. O'rin muqimlashmagan chaqda, nishon muqimlashmagan chaqda, qalb muqimlashmagan chaqda siz hech ishni bir taraf qila olmaysiz. Shuning uchun sizning nishoningiz cho'qim muqimlashishi kerak. To'rtinchisi, siz o'rningiz, qalbingiz, nishoningizni muqimlashtirdingiz. Xo'sh, buni amalga oshirish uchun, nishonni amalga oshirish uchun sizda bir plan bor. Plan bo'lmasa bo'lmaydi. Bas plan degan nima? Plan deganimiz sizning harakat xaritangiz. Harakat xaritangiz. Bunu biz plan deymiz. Hareket yok plan bu quruq gapga aylanib qoldi. Şunu siz planni tuzgandan keyin planni muqimlashtirasiz. Yani sizning 24 soatga harakat o'lchamingiz planning ichida bo'ladi. Planning sirtida bo'lsa bo'lmaydi. Chunki siz plan orqali nishonni amalga oshirasiz. Nishon orqali maqsadga yetasiz. Unda bo'lgandan keyin siz planni cho'qim muqimlashtirishingiz kerak. 5-si biz nishon, o'rin, qalb, plan mushu va hokazolarni o'z ichiga olgan 4 turlik narsani. Aslida buni kengaysak chiqib ketdi. Unda buning hammani amalga oshirgan narsa nima emas? Harakat.
Unda siz hareketingizni muqimlashtiring. Ya'ni hareketingizni qiliblaştiring. Hareketingiz, nishoningiz, planingiz, qalbingiz va o'rningiz bilan birdek bo'lsin. Va shuning uchun xizmat qilsin, shuni cho'rtsin, shuni asos gavda qilsin. Siz o'zingizning nishoniga va o'zingizning orzusiga munosibatsiz yoki uningla aloqasi bo'lmagan harakatni qilib nima qilsiz? Mana bu sizdagi harakat isrofchiligi va vaqt isrofchiligi. Albatta, yanada zehn isrof bo'ldi. Shuning uchun o'z oldiga iyilik tiklaydiganlar cho'qim mush 5 narsani muqimlashtirib olish kerak. Buni hammasi oldingi 4ta ro'y omil bo'lsa, 5-inchisi amaliy. Ya'ni subyektivdan olgan obyektiv, ya'ni amaliy bo'lgan bir xil harakat andisi bo'ladi. Bu faqat sizga xos bo'ldi. Bu sizning amaliyatingiz o'zingizning obyektiv va subyektiv tirishchiligingiz orqali ifodalandi va shu orqali natijaga erisha olasiz. Cho'ng ikkinchisi ishonch turg'izing. Ishonchni bozorda sotmaydi. Ishonchni kartasiga qilib bo'lmaydi. Ishonchni o'g'li vaqilib bo'lmaydi. Ishonchni ariyatga qilib bo'lmaydi. Unda ishonchni qanday paydo qilamiz? O'ylash orqaliqmi? Ishonchning eng dastlabki nimasi o'zingizga ishonasiz. Nurg'un qarindoshlarim deydi, mening diplomam yo'q. Mening qalbim unvonim yo'q. Men til o'qimayman. Men oliy maktabda o'qimagan. Agar shunday desa, men Edisonni misol qilay. Edison 3-sinfgacha o'qigan. Anglayotgansiz, albatta undan jiq o'qigan bo'lishingiz mumkin. Bu chaqda ilm-fan bunchalik taraqqiy qilmagan. Uni qilim deysiz. Demak, ishonch avval o'zingizdan boshlanadi. Odam qilganni odam qila oladi. Bu faqat odatlanishdi. Shunga siz avval o'zingizga bo'lgan ishonchni to'g'zing. Men qila olayman. Men bundan hamon bir natija chiqarman. Qilmoqchi bo'lgan ishingizning aktiv tarafini, o'zingiz qilgandan keyin erishadigan yaxshi bo'lgan aktiv bir xil ro'yi holatni o'ylang. Bu sizga ishonch bag'ishlaydi. Ikkinchisi, qilmoqchi bo'lgan ishingizga ishoning. Bu ishning sizni shu ma'moqchi bo'lgan manzilga, oxirgi nuqtaga yoki orzungizni yetkazganlik ishini. Unda shu ishni tatbiq qiling. Shuning uchun plan tuzing va shuning uchun harakat qiling. Uchinchisi, hamkorlashgan shirkatga ishoning. Shirkatning kuchi biz bu diskini ko'ydik. Ko'ymaganlar yana bir ko'ranglar. Shirkat siz oddiy anglagan yoki oddiy ko'rgan va tuyg'ungiz dis qilgan unda oddiy emas. Shirkatda ajoyib cho'ng hayotiy kuch bor. Mush diskini ko'rgan chaqda endi dis qila olasiz. Shunga agar bunga imkoniyat bo'lmasa, siz shirkatning o'zini tadqiq qiling. Shirkatga bering, shirkatni tushuning, shirkatni kuzating, shirkatdagilar bilan so'zlashing. Bir butun gavdaga aylanish jarayonida shirkatga bo'lgan ishonchingiz va unga bo'lgan hamkorlashishingiz oshadi. Bu xil tuyg'a haqiqiy amaliy harakatga aylanadi. Xo'sh, unda bo'lsa, to'rtinchisi nimasi? Qilayotgan ishingizning sizning shu manzilga olib borganligiga va hamkorlashuvchingizning sizdan birga shu manzilga va shu orzu istakka yetadiganligiga ishoning. Demak, siz yana hamkorlashuvchingizga ishoning. İşenmeyen adamga iş burayolmaymiz. İşenmeyen adam bilan hamkorlashmaymiz. İşenmeyen chaqda siz hech ishni bir boshqa ish qilmaysiz. Shuning uchun siz hamkorlashuvchingizga va o'zingizning qilayotgan ishiga ham o'zingizning qilayotgan shu ishning hamkorlashuvchingizga shu ishning shu oqibatni keltirgan, ya'ni yaxshi bir bo'lgan oqibatlik ijobiy natijani keltirganligiga ishontiring va ishoning. Siz o'zingiz o'zgarmay, o'zingiz ishonmay haqdan desangiz bo'lmaydi. Sizni ming og'zingiz degandan amaliy harakatingiz bo'lmasa, yana bu boshqalar sizdan gumonlansa bo'lmaydi. Chunki siz amaliy harakatingiz bilan ishonch qilasiz. Ham ishonch berasiz. Shuning uchun siz ishonchli bo'lasiz. Siz ishonchli bo'lish uchun avval o'zingizdan ishlang. O'zingizda yo'q, dunyoda yo'q degan gap bor. 5-inchisi, qonunli ish ekanligiga ishoning. Ya'ni qonunli ish qila olsangiz, siz ishdan qo'rqmaysiz. Yo'ldan chiqmaqindan qo'rqma degan gap. Shuning uchun bu ishning qonunli ish ekanligini bilgandan keyin qonunli ish qiling, boshqalarning rizqiga, boshqalarning ziyon tortish bedliga siz foyda oladigan ishni qilmang. U chaqda siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tavraydi. Boshqalarning sizga bo'lgan ishonchi yo'qolib ketadi. Shunda bir yaxshi ish siz qonun qilish sababli bu xil fursat haqning bo'lib ketdi. Qonunga chaqchaq qilmang. Boshqalarning rizqiga chaqchaq qilmang. Boshqalarning ziyon tortish bedliga, g'urur bedliga qan tarbiyaliga uning so'nkida shot yasab, qanni ichib yuqoriga o'rlamang deman. Yaxshilik qilsangiz yaxshilik yanida, yomonlik qilsangiz yomonlik yanida. Shunga siz yaxshilik ishonch bog'lang.
yaxshi bo'lishingizga ishonch bog'lang va oxiratining yaxshi bo'lganligini o'ylab yeting va his qiling. Tuyg'ungizga cho'qim bir ishining. Uchinchisi, ditingizga, chamingizga yoki ko'nglingiz yetgan tür mahsulotni to'g'ri tanlang. Ditingiz sizning fahmingiz, aql idrokingiz ko'ra oladigan, uchinchi ko'zingiz ko'ra oladigan bir manzil. Chamingiz sizning aqliy kuchingiz va sizning amaliy kuchingiz. Ko'nglingiz sizning bir xil tuyg'ungiz. Bu uch narsa birlashgan chaqda bir tür ya bir mahsulotning sizning to'g'ri tanlashingizga sabab bo'lib qoladi. To'rtinchisi, mablag' yurishtirishni o'rganing. Bir mablag'ni elib, bu mablag'ni buni olib qo'yiblam, qolgan mablag'ni mushni olsam, ani aylantirsam deb o'ylamang. Chunki mablag' yurishtirmagan chaqda shirkat palach-alatga kelib qoldi. Mablag' yurishtirish bundash qilib aytgan chaqda sizniki zapas chaq, sapqan, yangi qon va hayotga kuch bergan qon. Shu siz cho'qim mablag' yurishtirishni o'rganishingiz kerak. Iqtisodni tushunmay turib, siz iyilik tiklamay deyman. Iqtisodni yaxshi ishlata olsangiz, u nur va issiqlik beradi. O'tga o'xshaydi. Yaxshi ishlatamasangiz, yaxshi o'rganamasangiz, bu sizni ko'ydirib tashlaydi. O'xshashlar boshqalarga ta'sir qiladi. Beshinchisi, uchur va ijtimoiy aloqaga mablag' soling. 90-yilning boshlarida mundaq bir e'lon bordi. Uchur, qo'shimiz, e'lon, qo'shimiz, mulozimat, tang, unum. Demak, ijtimoiy aloqami hozirgi nihoyat cho'ng bir ma'naviy boylik. Chunki sizning aloqadaringiz, qanchalik bir faoliyatchilik bo'lganligingiz sizning qilayotgan ishingizning kengligi va cho'nqurligiga berib taqiladi. Shu ijtimoiy aloqaga mablag' soling. Islom ijtimoiy aloqani o'zingizning ishiga so'rab kirmang. Ijtimoiy aloqa o'z navbati bo'yicha bo'lsin. Boshqalar sizning nima ish qilayotganligingizni bilsin va bilishga qiziqsin. O chaqda hamkorlashishga chiqadi. İctimai aloqa sizning aloqa doirangizni, aql doirangizni, yordam so'rash doirangizni, jamiyatga mavjud bo'lib tirab turish doirangizni va taraqqiy qilib, hamkorlashish tepib, kengayish doirangizni nihoyat cho'ng ichib beradi. Buning mablag'sini uchurga sal qarmang, hadis axlat uchurga eslolmang. Fayli uchurga, masalan, gazet, jurnal, tor, televiziya va amaliy nopozliq kishilarning har bir uchurga har qanday chaqda amalga oshsin yoki ish bo'lsin, bu xil uchurga sal qarmang. Çünkü hazır ilim-fan partlaş devri. Mahsulot partlaş devri. Fuchur partlaş devri. Fuchur bektiz. Ilgari mundaq bir gap bordi. Cho'ng biliq kichik biliqni yeydi. Hozir mushta desak to'g'rilamdi. Buning vaqti o'tdi. Hozir nima deymiz? Hozir kichik biliq osti biliqni yeydi. Mushta desak to'g'rimi? Xata. Bunun mu vaqt o'tdi? Bugungi kunlikda nima deydi? Kichik biliqni uchqur biliq yeydi deydi. Demak, bo'shliq savdosi paydo bo'ldi. Uchur kimda bo'ladi ekan, u qancha tez egallaydi ekan, yadroliq texnika bo'ladi ekan, u ufitib chiqadi deydi. Nuqul mablag'i tayinlama. Shu uchur davrida uchurga ahamiyat berish, uchurni egallash, uchurga sal qaramaslik, uchurdan foydalanish va uchurni saqlab qolish va uchurni fursatga aylantirish, uchurni mablag' aylantirish, uchurni unumga aylantirish nihoyat tez va yaxshi va vositalik bo'ladi. Demak, uchur demak sizga nisbatan g'oyat zo'r bir boylik. Shu uchurga sal qaramang. Oltinchisi, bozor plan tuzganda bozorning ehtiyojini tekshirib, bozor planini tuzib chiqing va buni tushuntira oladigan bo'ling. Nima uchun deganda siz bozorni amaliy tashkilsiz, hissiy tashkilmaysiz, tuyg'u, tasavvurga tanmaysiz, amaliy bozorga borib tashkilgandan keyin bozoringizdan sizning dastlabki amaliy bo'lgan hissiy bilishingiz kelib chiqadi. Bu xil bilish vaqtning o'tishi, tekshirishning ko'payishi, doiraning kengayishi asosan aqliy bo'lgan shu bozoringizdan bop kelgan bir xil haqiqiy qonuniyatlik yakuni keltirib chiqadi. Bu xil yakun sizning amaliy bo'lgan, o'zingizning amaliyatda va amaliy kuchiga mos kelgan bir harakat andizini paydo qiladi. Bu xil harakat andisi sizga bozor planini shakllantiradi. Bu bozor planining amaliyatchanligi va bu unumni paydo qildi. Yettinchisi, tamoq qilmang, tayinib olmang, kutib turmang, darhol harakat qiling. Tamoq qilsangiz, shu insondan tamoq qilsiz. Bu so'gatdan shaptultilgandek ish. Siz o'zingiz o'ylab boqing, biz bir odamdan qancha umid qilsak, u bizni shuncha umidlantiradi. Bunda ashamimizdan bir shak qilib boqing. O'ylim g'oyadan chiqadi. Ya'ni bizcha tayinib olmang, chunki siz bir odam.
Siz başqalarning dasqından tamoq yegandikan albatta sizning tilingiz qisqa bo'ldi. Nereden yıkılsanız şu yerden kopan. Beni yülemike, taat olamike deyip iki taraf kalsanız destek ötüp gitişi mümkün. Hiç bulmagan çağda sizin talimleşten ibaret müşkül kayışınız sizge düşman bolup kalır. Sizni nabıt kılır da. Özünüzge tayiniş, özünüzün işençisiga tayiniş, özünüzün küçüge tayiniş ve özünüzün kopalı edağılık kılışının. Sonra kütüp durmang, tayinip almang, tamak kılmang. Kütüp duruş arkalık biz nemi gerişeleyemez? Ülemge. Şoň biz kütüp duruşqa bolmaydı. Kütüp dursak fursat ötüp gitdi. Siz uxlagan bilen fursat uxlamaydı. Siz uxlagan bilen pul uxlamaydı. Siz uxlagan bilen başqalar uxlamaydı. Şoňa terişmagannyň rızkyny terişgan alyda. Uxlagannykini uxlamagan alyda. Bununğa jines, qavim yoki ma'lum bir madaniyat endişe farq bolup ketmedi. 8-si chekinish, rad qilish va mag'lubiyatga iddiaviy tayyorlik qilib qo'ying. Çekingen çağda qo'rqib ketmang. Men endi boshqalar mening oldimga o'tib oldi deyman. Chekinishdagi maqsad nima? Texim yaxshi alg'a ilgirlash. Ilgari biz deb o'tgan qo'shqami keyniginib pishiydi. Shunga chekinishdan qo'rqmang. Rad qilishni qabul qiling. Chunki hamma narsani hamma odamning yaxshi ko'rib ketishini atayin. Bir narsani hamma odamning yaxshi ko'rib ketishini atayin. U cho'qim rad qiladi yoki qarishtirdi yoki yoqtirmaydi. U o'zining xohishi. Bir narsani hamma odamning mutlaq yaxshi ko'rib ketishi bu tarix bo'lib boqish emas. Bu bir qonuniyat. So'ng ba'zilar rad qildi, ba'zilar chetga qaqdi, ba'zilar haqoratlashi mumkin, kamsitishi mumkin. Ba'zilar xiyol kelmaydi. Yana ba'zilarcha uni o'z-o'z qabul qildi. Hatto sizdan hamkorlashadi. So'ng bir masala ko'rganda uni ortiq tarafini ham ko'rsak bo'lmaydi. Yana bir masalaning kamtik tarafi yoki nachar tarafini ham ko'rsak, bu bexatarlik. Darhol harakat qiling. Harakat barakatni keltirib chiqaradi. Chunki siz uchada tamoq qilish, tayinlash, kutib turishdan voz kecha olasiz. Harakat qilsangiz hamma xafalik tugaydi. Bundaq bir gap bormi? Men o'tayotganligiga agish mengishni xohlamayman, kutib turishni xohlamayman dedi. Hech bo'lmasa mengish bir harakat. Agashgandikan u yerda bir ish chiqadi. Ammo bir narsa qo'shqani, jim to'g'andan ming yaxshi. Sukut qilish yaxshi ish emas. 9-si. So'ranmalikni o'rinliqni tashlang. Bugun ishni hergiz aytib qo'ymang. Sizning aytingiz bekchiq, buguningizdan arab birsi bor. Agar siz bugun kishini aytib qo'ysangiz, aytish biroz ko'paydi. Xiyolparastning agarlar tugamas, o'rinning aytish tugamas dedi. Agar bo'lsa, deydigan bir gapimiz bor. Agar mening anda pulim bo'lsa, agar men makarxonaning egasi bo'lsam, agar mening bir ko'mzak oltinim bo'lsa, agar men menda qobiliyatli bo'lsam, agar men mushtob rizqovatli bino salsam, mush agarning hammasi amalga oshamda, amalga oshadi. O bo'lsa-mu yana bir agarda iborat. Chunki u kutib turdi, harakat qildi. Xiyol bek tatlaq, amli harakat bo'ldi. So'ng o'g'inish ochiq, mevasi tatlaq. Jafoliq yo'lni mangmay turib, qorong'ulikni o'tmay turib, tongga yetkil bo'lmaydi. Shuna bo'lgandan so'ralmalikni, o'rinliqni tashlang. O'rinliqni hech kim yaxshi ko'rmaydi. So'ralmalikdan hech kim faxrlanmaydi. Shunga bugun kishini hargiz aytib qo'ymang. Bugun sizga normdan tashqari berilgan bir kun. Bugun bak ulug'. Avval aytib bo'lib qolsin. Bugunning yaxshi bo'lishi aytiga sildigan nayt yaxshi bir qadam bo'ladi. Bugungi ijodiy qadam aytiga ijobiy natijani keltirib chiqarishi mumkin. Bugungi yaxshi tanlashingiz aytiga yaxshi bo'lgan bir muhitni, yaxshi bo'lgan bir turmush endisini paydo qilishi mumkin. So'ng bugunni ching tuting. Bugungi ishni bugun qiling. Qilolmasangiz uxlamang. Tamoq yemang. Boshqa ishni qo'ying. Shu chaqda siz o'zingizning nishondan qiyishsiz. Özünüz yetmiş bo'lgan manzilga yeta olasiz. Onun ise başqalarning nima deyishi bilan qarınız bo'lmasin, o'zingiz to'g'ri degan yo'lda mengavering. O'zing tuz bo'lsang, soyangning agir bo'lishidan qo'rqma dedi. So'nga başqalarning nima deyishi muhim emas. Muhimi nima? Siz o'zingizga zodi qanday qaraysiz. Bu intayin muhim. İşte qavaydı, karvan meni yurdu. Siz yaxshi bo'lamsiz, eski bo'lamsiz, yaxshi kishilar aman sizning yaxshi ta'rifingizni qildi. Nachar kishilar siz yaxshi bo'lsangizmi, u qajab baqidi, qusur izlab baqidi. Shunga o'zingizning tuzligidan gumonlanib yurmang. Xalqning ko'z qarashining ichida yashab ketmang. Xalqning obrazi va bahsining ichida yashamang. 11-si doim aktiv, qizg'in kayfiyatni saqlang. Quyosh o'xshash bo'ling.
aktiflik quyoshga o'xshaydi. Naga basa shu yerga yuriydi, shu yerga iliqlik berdi, shu yerga harorat berdi. Pasib kishilar oyga o'xshaydi. 15 yoruq, 15 qorong'u, sovuq nur chiqardi. Siz o'zingiz tanlab biling. O'shkinsa, har kuni 1 soat kitob o'qing. 1 soat o'rganish qiling. Cho'qim va cho'qim tavakkul qiling. 1 soat kitob o'qinglar, 1 soat o'rganish qiling, o'xshash emas. Kitob o'qishmi o'rganishning bir xil usuli. O'rganish qilish degan emas, izdinish, tafakkur qilish, xotir qoldirish, tasavvurni, planni yozib chiqish va xulosa chiqarish. Ya'ni yangilik yaratish. Kitob o'qish bilim sumirish deganda iborat. Bilim sizga chichilgan uruq, ammo u hargiz sizni uruq qilib chachmaydi. Shuning siz o'rganish va ijodiyat orqali bu xil uruqdan nurg'un meva paydo qilasiz. Shuning cho'qim tavakkul qiling. O'zingiz nima ish qiling, tavakkulchilikdan hargiz voz kechmang. Ya deb lan bir mengin, ya u yoqdan chiqdi, ya bu yoqdan chiqdi. Ya deb bir ko'lang, ammo bir kunisi suv chiqadi. Tavakkul qilmasangiz, bu kimsam pishamu, yapsam pishamu degan bilan turmushdan faqat qo'shiq. Turmush jahil deganni qildiga adamlar. Chunki u tavakkul qildi, eng cho'ng mablag' ashu. U chekinish yo'li bermadi o'ziga. Demak, u cho'qim bir ishda utib chiqalaydi degan gap. Şuna öz aldığı iyilik tiklashni biz kichik xulosa qilgan chaqda sizda posiya aktivlik bo'lish kerak. O'zingiz va o'zingizning qilayotgan ishiga ishonish aktivlik bo'lish kerak va ishongan bir xil kuch bo'lish kerak. Ya'ni birisi nima degan chaqda o'z aldığı iyilik tiklash uchun siz bozor va bozor qonunini, iqtisodni tushunishingiz va bilishingiz kerak. Aktiv posiya va nachar posiyaning ustida g'alaba qilgan ajoyib bir xil jasorat bo'lish kerak. Yosh odamning yuragidan is emas, u chiqish kerak. Muştaq bo'lgan chaqda siz o'z aldiga iyilik tiklash jarayonida hozirlashga tegishli nurg'un bir shartlar bo'ladi. Buning yadrosi yadi nima desa, sizning odamiyligingiz bak muhim. Bunga cho'qim e'tibor bersiz. Boshdan oyoq bir xil. Avval pul tepib, futuq qazib, endin odam bo'lma deyman. Avval odam bo'lib, endin futuq qazishga tirishing. Olim bo'lishga 20 yil yoki 30 yil ketsa, odam bo'lishga bir umr ketadi. Şuna öz aldığı iyilik tiklashning asos shartlaridan birimiz odamiylik mablag'sini. Odamiyligingizga zaratlang, uningga ko'proq energiya qachlang. Bu chaqda sizning hamkorlashuvchingiz bunda ko'nglingiz to'q, bayashat ishida turdi. Siz nerede turing, har qanday bir umidsiz sharoitning ishidami, siz hargiz umidsizlanib qolmaysiz boshqalarga. Şuna o'zingizga tayinishni o'rganib, mustaqil qaror chiqarishni o'rganib, tavakkul qilishni o'rganib. Muşkul şartlar ve muşkul ro'yi ameli bo'lgan harakat andizlarining hammasi siz o'ylagan manzilga, siz o'ylagandimi tez va siz o'ylagandimi cho'ng natija bilan kelib qo'ydi va shunga erishtirdi. Shunga iyilik tiklash unchalar qo'rqinchli emas. O'zingizga ishining sizmi qila olasiz. Ko'pchilikka rahmat.